Sizlarga bitta savolimiz bor. Bizlarni qaysi viloyat, tuman, shaharda turib kuzatasizlar? Bizga qiziq bo'lyapti. Qaysi viloyatda bizlarni obunachilarimiz ko'proq? Andijon, Buxoro, Namangan. Bundanda aniq javobi kommentariyada bilib olamiz. Endilikda sizlarga har safar kelishi bilan mega tezlikda sotiladigan shunaqangi komfortli stildagi troykamizlarni obzorini qilib beraman. Qo'l qismlari manjitli fasonda, yoqalari yopuvgina, dvoyka ko'rinishini ham ko'rsanglar bo'ladi. Ustki qismlari uzungina, shimlari kengina variantda ishlangan. Ustida shunaqangi kardigan nimchalar bilan birgalikda bularni kiyib ko'rsatib beraman sizlarga. Qaranglar, fasonlari rosa zo'r uslubda. Bularni ustki qismini alohida, ichini ham alohida xohlagan narsalar bilan o'zingizlarning diliga mos qilib kiyaversanglar bo'ladi. Karmanlari ham bor modelimizda ayni bahor, kuz, qish mavsumi uchun mazza qilib kiyishli variantlarni olib kelganmiz. Bularni hammaga ham yoqadigan, shaxsan o'zim ham yoqtirib kiyadigan bunaqa qora rasvetkasidan orqalari bilan ko'rsatib o'tibman. Juda chiroyli turadi. Stili ham rosa zo'r. Joy, yosh umuman tanlamaydi. Kir mashinaga solib yursanglar ham sifatini yo'qotmaydi. Shimlari ham kengina variantda ishlangan. Karmanlari bor modelimizda. Bularni qaranglar, brendli rasvetkasidan mana bunaqa lola gulli brendidan ham olib kelganmiz. Bularni ham orqalari bilan ko'rsatib o'taman. Fasoni juda chiroyli. Aytganimdek, vishivka variantda plus toshlar bilan bezatilgan. Egnimga kiyib olgan rasvetkasini ham ko'rdinglar, qanaqangi zo'r turadi. Razmerlari 1XL dan boshlanadi, 6XL razmerlargacha. Mana buni qaranglar, qanaqa zo'r turadi. Mazza qilib kiyishlarni ko'rsatib o'tibman. Narxlarni bilish uchun kommentariyada plus belgisini qoldirib ketasizlar. Tez kelib bu safar ulgurib olinglar. Kelolmayman, ishlarim bor, uzoqdaman degan obunachilarimiz uchun albatta dastlabki xizmatlar mavjud. Hammanglarni magazinda kutib qolamiz, kelaverasizlar. Eng zo'rlari uchun.